Assalomu alaykum Azamat. Alaykum assalom. Bugungi roligimizda biz qo'rquvni tahlil qilib ko'ramiz. Ya'ni qo'rquvni sabablari, fobiyalar qanday ishlash kerak haqida gapirib o'tamiz. Xudo xolisa. Birinchi beriladigan savolimiz qo'rquvni sabablari haqida gapirib o'tsangiz. Xo'p, qo'rquvga keladigan bo'lsak, qo'rquv bu emotsiya hisoblanadi. Qo'rquv bu quvvat. Ya'ni Ibn Sinoda buni kitobi bor, yurak dorilari emotsiyani quvvat sifatida misol qilib keltirilgan. Ya'ni bizani quvvatlarimizni hozirgi tilda emotsiya deyiladi. Va emotsiya bu odamni quvvatini, energiyasini o'zini yo'nalishiga yo'naltiradigan programma desak ham bo'ladi. Qo'rquv energiyasini nimasi energiya sifatida qaraydigan bo'lsak, bu sovuqlik energiyasiga mos keladi. Sovuqlik. Ya'ni odamni tanasi soviydigan bo'lsa, qandaydir haligi yuz tuzilishi ham qanday istarasi issiq deydi-ku, o'sha istarasi sovuq bo'ladigan bo'lsa, uni teskarisi. Shunda uni organizmida sovuqlik energiyasi aktiv holatda bo'ladi. Ya'ni qo'rquv holatida turgan bo'ladi. Diagnostikasi. Qo'rquvni joylashgan joylari bu qorin sohasida, buyrak sohasida, tos sohasida va oyoqlarda joylashgan bo'ladi. Mana o'sha joylarda qandaydir tirishishlar, qandaydir bir muammolarni his qiladigan bo'lsa, odam diskomfort his qiladigan bo'lsa, demak bunda qo'rquv energiyasi, qo'rquv emotsiyasi ko'paygan hisoblanadi. Endi buni kelib chiqish sababi o'zi aslida ikkita bo'ladi. Birinchi sababi, qo'rquvni kelib chiqish sababi bu og'riq. Og'riqdan qo'rqadi. Ya'ni qandaydir bir og'riqdan qochish uchun qo'rquv energiyasi paydo bo'ladi. U haligi yiqilib tushib qandaydir bir jarohat olishmi, shilinishmi, qandaydir bir jarohat yetish bo'ladimi? Ana o'sha og'riqlardan qochishni xohlasa, odamda qo'rquv energiyasi paydo bo'ladi, aktivlashadi. Ikkinchi sababi xohishlar. Ya'ni bir narsani xohlayapti odam va uni ana o'sha xohishi amalga oshmay qolishi mumkin. Aytaylik, avtobusga ulgurishni xohlayapti, avtobusga o'tirishni xohlayapti. Odam o'zi shunaqangi tuzilganki, uni qaysi motivatsiya, qaysi energiya olib yurganini his qilmaydi. U yuzada turgan qo'rquvni his qiladi, ya'ni kechikib qolmasligim kerak, ulgurishim kerak degan qo'rquv paydo bo'ladi. Va mana shu qo'rquvni keltirib chiqayotgan sababini ko'rmaydi. Uni sababi aslida avtobusga o'tirishni xohlashdan boshlangan bo'ladi. Xo'p, mana shu qo'rquvni kelib chiqish ikkita sababi hisoblanadi. Endi fobiyalar haqida gapirib o'tsangiz. Tak, fobiyalar bu juda ham chuqur joylashgan qo'rquv hisoblanadi. Uni triggeri bo'ladi har doim. Kimdir yopiq xonalardan qo'rqadigan bo'ladi, kimdir balandlikdan, kimdir itdan qo'rqadigan bo'ladi. Mana shunaqa ma'lum bir triggerga yaqinlashganda, trigger unga ta'sir qilganida, ana o'sha qo'rquvlari to'xtovsiz davom etadigan bo'ladi. Fobiyadan qutulish ancha uzoq cho'ziladi qo'rquvga qaraganda, chunki har doim uni birinchi keltirib chiqqan momentiga borish kerak bo'ladi. Qachon, qaysi paytda, kimlar orqali, qanaqangi holatda bu qo'rquvni, bu fobiyani u o'ziga как model sifatida qabul qilib oldi. Va mana shunga o'xshagan modellar takrorlanadigan bo'lsa, ya'ni triggerlar ro'y beradigan bo'lsa, u ana o'sha qo'rquvini
qaytadan ichidan ishlab chiqaraveradi. Unga hech qanaqangi xavf xatar unga tajovuz qilmayotgan bo'lsa ham. Shuning uchun fobiyalar bilan ishlaganda har doim birinchi kelib chiqish sababiga borish kerak, insight olish kerak. Ya'ni ana o'sha holatga yana tushadi, xuddi o'sha qo'rquvlarni his qiladi va miyada, ya'ni aqlda deymizmi, ongda deymizmi, ana o'sha qo'rquvni aktivlashtirmaslik tanlovi holatiga kelish kerak. Tanlov holatiga kelish kerak. Shundagina u o'sha tanlovini bekor qiladi. Ya'ni u mana shu qo'rqishni, har doim xavotirda yashashni, vahimada yashashni o'zi tanlagan bo'ladi. Lekin u his qilmaydi, ko'rmaydi o'zi qilayotganligini. Uning uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Yana ko'tariladi, ong ostidan olib chiqiladi, ko'tarilib, o'sha birinchi bo'lgan voqeaga yetib borib, ana o'sha qo'rquv holatiga kirish tanlovini bekor qilganidan keyin o'sha bunga fobiyalardan xalos bo'lib chiqib ketadi. Bu realniy qutulish mumkin. Endi bu yerda bemorni xohishi qanchalik rol o'ynaydi? To'g'ri savol berdingiz. Xohish eng muhim rol o'ynaydi. Xohishi juda ham katta bo'lishi kerak. Xohishi juda ham nima deydi, kuchli bo'lishi kerak. Agar xohishi kuchli bo'lmaydigan bo'lsa, bu qo'rquvlari berayotgan diskomfortlar, unga qo'rquvlari berayotgan har xil mana bu perejivaniyalar, har xil mana bu ichki kechinmalarni hammasini chidab, sabr qilib, bosib o'ta olmaydi. O'sha bosib, sabr qilib, chidab o'tishi uchun unga juda ham kuchli xohish kerak bo'ladi. Endi bu qo'rquvlar bilan ishlashda qanaqa yo'l tutiladi? Birinchi navbatda anglash metodikalari bor, anglash usullari bor. Uni ertalab masalan, haligi dam olib, o'sha energiya yig'ib olgandan keyin maslahat beriladi. Farqi yo'q, kechqurun ham, kun davomida ham bo'ladi. Ertalab yaxshiroq effekt beradi, chunki organizm dam olgan, quvvatga to'lgan va uni aktiv holatda emas, boyagi quvvatlar, qo'rquv holatlari aktiv holatda emas. Ana o'sha paytda sekin astalik bilan ertalab o'tiriladi va ana o'sha qo'rquv hissiyotlari ko'tariladi. Bu yerda boyagi aytganimizdek, xohish juda ham katta bo'lishi kerak. Mana bu ko'tariladigan diskomfortlar, unga haligi nima deydi, og'riq beradigan, azob beradigan mana shu holatlarni chidab, sabr qilib o'tishi uchun juda ham kuchli xohish bo'lishi kerak. Shundagina mana shu diskomfortlarni chidab ko'tara oladigan unda kuch paydo bo'ladi va ertalab xohishini ko'taradi, mana niyatini qiladi. Hozir mana shu qo'rquvlardan chiqib ketaman degan. Va o'tirgan holatda mana shu diskomfortlarga, unda aktiv bo'lgan holatlarga erk beradi. Uni polniy qamrab olib, polniy butun a'zoyi badani, nerv sistemasi, boyagi fassiyalari bo'lsin, meridianlari bo'lsin, boyagi miofascial tseplar deydi-ku kinezologiyada, ana o'sha tseplari bo'lsin, hamma taraflama uni qamrab olishiga qo'yib beradi va kuzatadi. Kuzatib, faqat buni vazifasi qarab turish. Kuzatuvchi boshga tushganni ko'z ko'radi-ku. Ya'ni ana o'sha ko'tarilayotgan energiyalarni, unga kelayotgan mana shu sinovlarni, mana shu uni qamrab olgan quvvatlarni unga kelishini, uni ongiga, uni mana bu nimasiga ta'sir qilishiga qo'yib beradi va uni kuzatadi va kuzatgan paytda kuzatuvchi bilan kuzatilayotgan narsa orasida masofa paydo bo'ladi. Va shu tariqa bu sekin astalik bilan birinchi navbatda
mana bu mushaklarini qo'rquvlardan tozalaydi, keyin astalik bilan haligi efirniy telaga o'tadi, ya'ni energiya tsi deydi, mana bu nimada hindlarda prana energiyasi deydi. Mana shu energiyalarni tozalanishiga yo'l qo'yib beradi. Ya'ni mana shu praktika orqali birinchidan mushaklar, keyin energetik tanalari, meridianlari tozalanishiga qo'yib beradi. Sekin astalik bilan unga ta'sir qilgan birinchi g'oyaga yetib boradi. Ya'ni itdan qo'rqadigan bo'lsa, agar it keladigan bo'lsa, meni tishlab, g'ajib, menga og'riq beradi. Ya'ni boshida aytganimizdek og'riq. Va men mana shu narsani xohlamayman degan g'oyaga yetib boradi. Lekin bunga sabr kerak. Lekin kuchli niyat bilan, astoydil, samimiy niyat bilan bu praktikaga kiradigan bo'lsa, uzoq bilan bir 20 kun, 1 oyning ichida qo'rquvidan qutulib chiqib ketsa bo'ladi. Demak, seanslar davomida har kelganda, har seansda ma'lum bir qavatdagi muammolar yechib boriladi. Endi bu yerda seans nimasi ham bor. Masalan, yordamchi operator bo'ladi, unga yordam beradi. Ya'ni mana shu qo'rquvingiz bo'lishi mumkin, ong osti bilan ishlashga. Lekin effekt, tajriba shuni ko'rsatyaptiki, odam o'zida xohish bo'lishi kerak mana shundan qutulib ketish va o'z ustida o'zi ishlashi kerak. Ya'ni ana o'sha qo'rquvi, ana o'sha unga azob berayotgan vaziyati qaysi vaqtda, kimlar bilan, qaysi so'zlar orqali ifodalanganligini faqat uni o'zi ko'ra oladi. Yonidagi operator ko'ra olmaydi. Bizlarga keladigan bo'lsa, biz tavsiya beramiz mana shu praktikalarni qilishiga. Uyida bo'lsin, bizning kabinetda bo'lsin, mana shu praktikalarni bajarib va mas'uliyat o'zini bo'ynida bo'lishi kerak. Mas'uliyatni o'z bo'yniga olib, bo'ldi, men qaror qabul qildim, mana shu qo'rquvlardan chiqib ketishim kerak, yetar degan qarorni qabul qiladi va sekin-astalik bilan tavsiyalar berib boriladi va u sekin-astalik bilan mana shu anglash orqali, anglash orqali qo'rquvlaridan xalos bo'lish kerak bo'ladi. Endi shu qo'rquvlar tanadagi surunkali og'riqlarga olib kelishi mumkinmi? Albatta, emotsiya degani bu fiksatsiya degani. Ya'ni ma'lum bir quvvatni ushlab turish degani o'zida. Ma'lum bir fikrni, ma'lum bir holatni, ichki holni, mana tasavvufda ichki hol deydi. Ma'lum bir holni, ma'lum bir quvvatni o'zida постоянно ushlab turish degani. Va mana shu bitta meridianda, bu buyrak bilan siydik qopi meridianida energiyani o'sha tomonga haydayapti. O'sha tomonga постоянно kachat qilyapti. Suvdan keyin mana bu elementlar bor. Xitoy meditsinasida, koreyslarda, yaponlarda 5 ta element bor. Suv elementini kuchaytiryapti, sovuqlik energiyasini. Bu yoqdagi daraxtga, olovga, boshqa elementlarga, boshqa a'zolarga, boshqa sistemalarga energiyani o'tishiga yo'l qo'ymayapti. U o'zi qilyapti. O'z ixtiyori bilan qilyapti. O'zini niyati bilan, o'zini xohishi bilan amalga oshiryapti va ana o'sha meridianida energiya ko'payib ketgandan keyin albatta boshida diskomfortlar bo'ladi, haligi fassiyalar tortiladi, keyin vegeto-sosudistый distoniya bo'ladi unda, haligi nerv tugunlari aktivlashadi, undan keyin meridianlarning ishlashi buziladi va sekin-astalik bilan buyragi, yuragi ham ishdan chiqishi mumkin, chunki sovuqlik energiyasi olovni o'chiradi. Yurak, perikard mana shunaqa tsepnoy reaksiyani keltirib chiqayapti. U faqat bitta aytilib ketish kerak bo'lgan narsa, bu o'zini irodasi orqali qilyapti bu narsalarni.
buni anglash kerak va buni bekor qilish kerak. Rahmat qiziqarli suhbatingiz uchun. Salomat bo'ling. Yana boshqa mavzularda ham suhbat qilamiz degan umiddamiz. Mayli, sog' bo'ling.